Mavzudan uzoqlashmaymiz. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida stol tennis bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi tashkil etildi. Bahslar 3 ta yo'nalishda tashkil etildi. G'oliblik uchun esa 21 jamoa bellashdi. Musobaqadan ko'zlangan asosiy maqsad ichki ishlar organlari tizimida jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish, xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, jismoniy faollikni tizimli va samarali yo'lga qo'yishdan iboratdir. Bellashuvlarda vazirlikning tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari terma jamoalari ishtirok etishdi. Jami mamlakatimizning 21 ta jamoasidan 65 nafar xodim g'oliblik uchun o'zaro kuch sinashdi. 2 kun bo'lgan bu sport musobaqalarida jamoalar juda kuchli. Yoshlar, qolaversa har bir o'yinimiz shiddatlik, murosasiz o'tdi. Bunda faxrli biz Andijon viloyati 1-o'rinda oldik. Biz bundan juda xursandmiz. Kelgusi musobaqalarda ham faxrli o'rinlarni olishga harakat qilamiz. Musobaqa qiziqarli kechdi. Natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida 1-o'rinni Qorovul qo'shinlari qo'mondonligi jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-o'rin Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoasiga nasib etdi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoalari 3-o'ringa sazovor bo'lishdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga diplom, medal hamda esdalik sovg'alar topshirildi. Mazkur musobaqa ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy va ma'naviy tayyorgarligini mustahkamlash, jamoaviy hamjihatlikni oshirish hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga xizmat qiladi.